Amaş çoğun dadımızda bir kollab koysak bo'ldi deydigan maş top aldığan dostlarımız muş filmni bir köplar taqib qo'ygan bo'lsanglar do'stlar. Bugungi Chorshanbazada turmush uchun tirishayotgan yoshlarni, turmush uchun yetolmayotgan yosh cho'nglarni ziyorat qilamiz. Unda bo'lsa diqqatinglar bilan do'stim, yuringlar. Bəsay elinglar, bəsay ma, yerlik bəsay maş. Dadımız o'zi tergan bəsay ya. O'zlari tergan ha? Necha yoshkilar? 72. 70 yoshmi? Ma bəsay maş biyaru bəsaymi yo uydan bormi?Öyde 6 ton bəsəy var. 6 tonna bəsay. 6 ton bəsəy var. Neçə pul dəsvə ketgan? Bunun bir yerim ki dəsvə ketgan çərğan çadı. Bir yerimi koyma. Bir yerim. Ha. An ayollar var mı yok mu? Ayağını bağlayan kesemezler.Öyde. İşkican. Güzel 4 kızımız var. Güzel 2 kızımız var. İşkanlı mı? Ama şu turmuşnu maş bəsay setib başqa dehqonchiliklar qandaylar? Hadi kadar kuatımız yandı. Unda bo'lsa, men ma bəsayni 6 tonna bəsay baka, amma shu top aldığan cho'ng savdogarlar bo'lsin, parcha mash bozorga chiqib sotadigan uşaq tijoratchilar bo'lsin, mash dadimizni bir qo'llab qo'ygan bo'lsa, qani 70 yoshga kirgan odamga endi turmush olsa emasa, endi bundaq vaqtida endi uyda yetib turmushning rohatini suradigan vaqtda mash turmushniki alashchiligidan mash bozorga chiqibdi. Mash 6 tonna bəsayni bir chiqirayotgan bo'lsak, mash top bəsay oltin degan do'stlarimiz men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. 150 03 05 26 73 men bilan aloqalashsin. Alimiz deydiganini men aloqalashib sizning mayli yo'l qilib qo'yay. Birinchi ayning 14-kunisi Chorshanba kunisi mash qayloning mash cho'ng sichaqning udulug'ida mishadil turtgan madadash. Amma mash bəsay oltiq degan do'stlarimiz qaylot kelib olsin. Boshqa mash noyniki, boshqa yez qishloqlardagi barliq do'stlarimiz mushakilib mash bəsayni evasanglar do'stlarimiz ha. Bek topamagan do'stlar men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Amma qo'noqlar elinglar, amma qo'noqlar issiqxona ama tüymenning nima? Tüymenning mi o'zlari bit. Maq Taştıkmen. Taştıkmenning mi? Kurtoğan ne? Kurtoğan mı? Yok ya kurutmaydı. Piyaz, kava. Piyaz, kava, şeker çabuk, kızılca. Ha, abisi bek o'xshaydi ha. Ha şu tatlık bana. Manda qon besimi yuqori, har xil manda boy kesilib qolgan mana bozor ichidagi do'stlarimiz dal mana qaylo bozor kelsanglar mana ochimizni men o'xshagan qo'noqlar uni peylab turib men qaytaga o'xshab ketgan kelinglar. Ha. Nech pul qo'noqlar? İkisi 5 koy, biz 3 koy. İkisi 5 koyma? Voy bekazak gajimlar unda bo'lsa men qo'noqlar yeydigan. Ha, do'stlar. Ha, shu. Ha, meshagil kelsang bo'ldi-ku. Yez bozorga chiqsanglar, bütün yeydigan narsalarni hammasi topalayotgansizlar. Men matanga biroq do'stlarimiz pulni men matanga amroq deb, matangiga oltinli bir pulni yezinglar, unda bo'lsa, men matang chaqashni ziyorat qilib qo'ya. Uyingiz yasamdi va yoki zavodda yasxonakilamdi, unda bo'lsa, juringlar. Yaxshimisiz? Yaxshi. Matangni o'zingiz yasamsiz yoki bir odamning yasxonaga kelamsiz? O'zimiz yasaymiz. O'zingiz yasamsizmi? Qanday matanglar bor? Hammasi bor, 30 xildan ortiq chiqadi. 30 xildan ortiq. Hamma bütün bozorga chiqamsiz yoki Chorshanba kunsi Chorshanba bozorga chiqamsiz? Bozorga chiqamiz. Bütün bozorga shunami? Egatga shunday suqam bor. Bir kunlik savdongiz necha pul bo'ldi masalan Chorshanba kunsi bozorda? 20 qo'ydi ochdi. 20 qo'ydimmi? Bo'ldi-ku, juma do'stlarimiz. Mash turmush uchun mas so'qni so'qaqdimay, issiqni issiqdimay, mashlaq chiqqan do'stlarimizni qo'llamay, boshqa odamni qo'llamaydi. Unda bo'lsa yurak va siz cho'nglinchiga men matanga biroq matang yeymaydigan xat yezib qo'ysangiz, mening pulsirim bo'lsiz. Unda bo'lsa sichaqni chekir ketib, yuringlar. Yaxshimisiz? Yaxshi. Siz men har bozor kuni chiqamsiz yoki kun chiqamsiz? Har chorshanba kuni bir kun Har chorshanba kuni chiqamsizmi? Necha pullik savdo qilgansiz? bir kunda 500 koy. 200 bir payt savdo shu 200 bir savdo. Qildingizmi? Qildim 2 balam. 2 balonuz ama? Ha, maş 5 balsı olsun, 2 balsı olsun, maş turmuş üçün tirişibatgan uşaq ticaret olsun, çoğun ticaret olsun, öz küçük tayinib, maşlaq manga yaşlarını qollayımız əmsə. Chorshanba kunsi maş şu qaylo bozorga chiqib qolib qolsanglar, dal maş şu kirish yig'izning do'qimishga joylashgan maş qizdan qo'shu olamizlar, qo'noq qilamizlar, uşaqchak narsa olsanglar bo'ldi. Undan boshqa meyadma o'xshab ketgan qo'ylarning go'shvaka juma do'stlarimiz. Qaylo bozorga chiqsanglar, bütün endi yemek-ichmak oid narsalarni hammasini topalayotgansizlar. Samizliga her joyda o'xshagan bir joyda ha. Oy, necha pul aka samsizlari? Qara 2 koy. Mak qali go'shtningmi, qo'y go'shtningmi? Qo'y go'sht kalga aralash. Aralashma? Ha, yo'g'on chiqamdi. He. Mak bugungi Chorshanba kunlik savdolarga qancha bo'ldi? Yaxshi eski bir yer 2 mingdan samsaq emas. O'xshamdi ya? O'xshaydi. Biratan samsizlarni tetib bakmaymanmi? Bo'ldi. Ha. Ben hadi çıkan sana bir kere.
Hazır pişqanda He. Samsi haqiqiy o'xshab qolib qolsa, mana shu chorshanba kunisiga chorshanba bozoriga chiqadigan samsiga amroq do'stlarimizga tuyjan qilamiz. Ha. Samız degan her joyda o'xshaydi bir joyda, ha? Gap turmas issiq issiq. Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshi. Yaxshi. Har chorshanba kunisi chiqamsiz yo kuni chiqamsiz? Endi bormi? Har chorshanba kunisi necha pulga sotib qilasiz? Bozor kuni 3 kun to'g'ri chiqdi va. Ma ana suyini o'zingiz qilamsiz yo tayyor olamsiz? Akilma. Akalamsizmi? Necha pulga sotyapsiz? 10 qo'y. Ondan bo'lsa mana shu chorshanba kunisi mana shu Qoylov bozoriga chiqsin. Uzum kilosi 15 qo'y. 15 qo'ymi? 13 qo'y jinglayim. Ay ishlamamadi. Normal. 13 qo'y. Birinchi qilay. Ama şu mevcuga har xil mana shu ushaq-tushaq yalimishga ehtiyoj bor do'stlarimiz. Chorshanba kunisi kelamsizlar va yoki boshqa kunlar kelamsizlar. Mana shu Qoylovning mana shu bozorning do'qimishida Achash baka ondan bo'lsa mana shu ushaq-tushaq narsaga ehtiyojli do'stlarimiz bir şey kelsanglar bo'lib kelajmi?